Allah Taala'nın isim sübetleri. Allah Taala bəndələrə özünün yekki yegane ilah ekanligini bildirish bilan birga özünü ən gözəl isimləri və ən isil sübetləri bilan tanıştırgan. Allah Taala'nın isim sübetləri Qur'on-Karimdə kelgan yoki Peyğəmbər sallallohu alayhi vasallamның sahih hadislərdə bayan qilingan isim sübetlərdir. Allah Taala Qur'on-Karimdə mundaq degan: "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ını şu isimler bilen atanglar. Peygamber aleyhisselam Allah'ın 99 ismi var. Kimki ularını sanısa cennetke kirdi dep görsetken. Allah Taala'nın isim sübetleri 99 bilen çekilip kalamdı. Ülemalar bu haqda mundaq deydi. Bu hadis Allah Taala'nın isim sübetlerinin 99 bilen çekilip kaldığanlığını ifadelemaydi. Belki İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet kılgan bir sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq dep dua kılganlığı bayan kılgan. Es'aluke bi kulli ismin huve lek semmeyte bihi nefsek ev enzeltehu fi kitabik ev allemtehu ahaden min halkik ev iste'serte bihi fi ilmil gaybi indek en tec'alil Kur'ane Rabi'a kalbi ve nura sadri ve celâ'e huzni ve zihâbe hemmi. Allah özün şundaq atğan, yoki kitabın arqılıq düşürgen, yoki bəndələrindən birərsiga bildirgen, yoki heç kimge bildirmey, öz dərgahındaki g'eyblər qatarida saqlagan barcha isimlərini vasitə qilib, səndin Qur'onni ko'nglimning bahori, qalbimning nuri, qayg'ularimni yo'q qilg'uchi va andishlarimni ketkizguchi qilishingni tilayman. Yana qiyomat kunidagi shafaat to'g'riliq kelgan hadisda Payg'ambar alayhisolamning ondan Alloh menga ilhom qilib, ilgari hech qanday bandaga bildirmagan madhiyalarni va eng yaxshi hamd sanoni o'gitidi deganligi bayon qilgan. Bu hadislardan ma'lumki, Alloh taolo ba'zi ismlar bilan o'zini atagan, ba'zi ismlarini Qur'on Karimda nozil qilgan bo'lib, ba'zi ulamolar Alloh taolaning Qur'on Karimdagi ism sifatlarini 81 deb qaragan. Allah Taala yana ba'zi isimlerini peygamberlergila yoki farishtalarga bildirgan, yana nurg'un ism sifatlarini bandlarga bildirmay o'z dargohida saqlagan. Chunki Allah Taala har tarafdan mukammal va tangdoshsiz ilohdir. Barcha go'zallik va isillik, jimi ulug'liq, barliq kuch-quvvat va cheksiz ilm hikmat uningga xosdir. Onun ulug' isimlerini ve güzel sübetlerini sanab buluş mümkün emas. Peygamber aleyhisselam alohida bayan qilgan mazkur 99 isim sübetinin muayyan xususiyatları bar bulup, bu xususiyatlarning biri xuddi Peygamber aleyhisselam aytgandek ularni sanıgan adam cennetga kirdi. Yuqorqilardan tuyandikicha xulosa chiqdi. Birinci, Allah Taala'nın isim sübetleri köptür. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Aytqin ki, Rabbimning sözlerini yezish uchun agar dengiz suyi siyah bo'lgan, biz yana shunchalik dengiz suyini siyah qilib keltirgan taqdirda bu Rabbimning sözleri tugimay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Eğer yeryüzündeki daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyah bo'lgan, uningga yana 7 dengiz qo'shilib siyah bo'lgan taqdirda bu Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bu ve bunundan başka köpligen ayetler Allah Taala'nın ilim hikmetiga, kudretiga ve cheksiz rahim şefqatiga dalalat qildigan so'zlarni ve Allah Taala'ga aytildigan madhiyalarni yezib tugatkili bo'lmaydiganligini ifodalaydi. İkinci, Allah Taala'nın isim sifatları Qur'on ve hadis delilleri bilen bekitilgan bo'lib, Allah Taala'ni aşu isim sifatlar bilen atash ve dua qilganda shularni vesile qilish lozim. Hech kimning Allah Taala'ga o'zi xohlagancha isim sifat belgilash ve Allah'ni o'zi xohlagancha atash haqqi yo'q.
Üçüncü, Allah Taala'nın Allah, Ar-Rahman degan isimler bilan boshqalarni atashqa bo'lmaydi. Shunga Allah Taala'nın bu isimler bilan isim qo'ymoqchi bo'lganlar oldiga Abdu degan so'zni qo'shib, Abdullah, Abdurrahman deganga o'xshash qo'ydi. Allah Taala'nın isim sifatlarini bilishning zarurligi. Allah Taala'nın isim sifatlarini bilish Allah Taala'nı bilgenliktir. Allah Taala'nın isim sifatları Allah Taala'nı tunuş ve bilişinin yollarından biridir. Çünkü san'atkarının bazı sifatlarını ve maharetini ko'rsatib berdi deydigan aqliy qoida bor. Biz bu qoidani tatbiqlab ko'rgunimizda tuyandikilarni bilalaymiz. San'atdagi uyumchanlik san'atkarning hikmatlik ish qildiganligini, san'atdagi go'zallik san'atkarning güzelliklerini yaratışqa qodir ekanligini, san'atdagi o'zgachilik san'atkorning xolig'ini qilishga yetarlik iroda, ilm va kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ahvol bundaq ekan, har qanday aql egisi koinot va uningdagi barcha shaylar ustida tafakkur qildigan bo'lsa, albatta bularning yaratquchisi va idora qilguvchisi bo'lgan zot Allah Taala'nın hikmetlik iş qilguchi, hammaga qodir, hammani bilguchi, xoliganni yaratquchi, hammani parvish qilib turguchi ulug' zot ekanligini biladi. Masalan, bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizgunimizda, avtomobilning qurilmasi, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarlik materialga va uni munosib shaklda qurashtirib, avtomobil qildigan yo'narga ega ekanligidan iborat sifatini ko'rsatdi. Avtomobilning aynaklari, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarlik aynaklarga va aynaklarni avtomobilning modeliga munosib shaklda kesalaydigan yo'narga ekanligini ko'rsatdi. Avtomobildagi bütün zapchastlar avtomobilni yasagan injenerlarning bu zapchastlarni o'z o'rinlariga o'rinlashtira oladigan yo'nar va tajribaga ega ekanligini ko'rsatdi. Buningdan boshqa avtomobilning motoridan boshlab uning chiroqlarigacha bo'lgan har bir parchasi, rangi, modisi, uni yasagan injenerning mahirligi, ustunligi va boshqa ko'plagan sifatlarini ko'rsatdi. Biz bu oddiy bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizish orqali uni yasagan injenerning ba'zi sifatlarini bilib olganimizga o'xshash, Allah Taala'ning koinotdagi mahluqotlari, go'zal san'atlari ustida fikr yurgizish orqali Allah Taala'ning ba'zi sifatlarini tuniy olamiz. Masalan, Allah Taala'ning yaratgan shay'lardagi intayin mukammel o'rinlashtirgan ajoyib ishlardan birisini bayqaganimizda Allah'ның hikmet bilan ish qildiganligidan iborat sifatini tuniy olamiz. Quyosh, oy, zimin va ulardan boshqa sayyoralarning harakat sistemasidagi mukammel qonuniyatni bilganimizda Allah Taala'ning har shayini shundoq mukammel yaratish va bekitishni biladigan, hammaga qodir ekanligidan iborat sifatini tuniy olamiz. Koinotdagi Allah Taala bekitgan nizam ve sistemalarning nuqsonsiz davom qilayotganligi ustida fikr yurgizgunimizda Allah Taala'ning hamisha tirik bo'lguchi, hammani idora qilib turguchi va barcha kamchiliklardan albatta pok ekanligidan iborat sifatini tuniy olamiz. Allah Taala'ning duoni ijobat qilgani, hatto qurg'oqchilik, ya'ni qurg'oqchilik, istisqa, suv tilash namozi o'qib Allah Taala'dan suv tilaganlarga yağmur yağdırıp bergenidan onun her qandaq dua ve munacatlarını anlap turduğanlıqını ve dualarını münasip vaqtda icabet qildiganligidan iborat sifatini tuniy olamiz. Tabiatning odamni hayron qoldirarlik go'zal manzarasini ko'rganimizda Allah Taala'ning shay'larni xohlagancha har xil go'zal shakllarda yaratishga qodir ekanligidan iborat sifatini tuniy olamiz. Hayotimizda birer yoki ko'p qatim o'limning tumshuqiga kelib qolganimizda Onundan amal qalğınımızı o'ylaganimizda Allah Taala'nın xavf xatarlardan saqlag'uchi ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Hech qanday kasallik tartmasdan yoki bir voqeaga uchramasdan yotgan yerda o'lib ketgan birovni ko'rganimizda Allah Taala'nın o'ltirishga qodir ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Allah Taala'nın qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni yomg'ir bilan qayta yashartib tirildirganligini ko'rganimizda onun ülüklerini
tirildirishga qodir ekanligidan iborat sifatini toniy olamiz. Demak, biz koinotdagi har bir mahluqot ustida fikr yurgizganimizda Alloh taolaning ko'plagan go'zal sifatlarini toniy olamiz. Her qandaq bir mu'minning Alloh taolaga bo'lgan iymonining darajasi uning Alloh taolani tunishiga qarab bo'ladi. Alloh taolani mukammal tunigan mu'minning iymoni uni to'liq tunimagan mu'minning iymonidan albatta kuchli bo'ladi. Albatta Alloh taolani qanchalik yaxshi, qanchalik mukammal tunigan odamning ixlosi, muhabbati va ibodatlarimi shunchalik mukammal bo'ladi. Allah Taala'nın isim sıfatlarını bilişinin faydaları. Allah Taala'nın isim sıfatlarını ügüniş ve ma'nisini biliş her bir Müslüman adam için intayin muhim ve faydası köptür. Allah Taala'ga iltica qilganda onun güzel isim sıfatları bilen dua qilish duanın icabat buluşuga türtki buludu. Kur'an-ı Kerim bizge dua ve her qandaq ahvalda Allah Taala'nı güzel isim sıfatları bilen ataşını ve çağırışını ügetken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge Allah Taala'nın isim sıfatlarını şepi keltirip dua qilishni öz amaliyati bilen ügetken ve nurgulluğan isil dualarını kaldırgan. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâ'i ve huves-semî'ul alim. Namını atagan kişiге osmon zeminde hiç qandaq narsa ziyan yetkizilmeydigan Allah'ның namı bilen başlayman. Allah hemmini anlıgıcıdır ve toluq bilgücüdür. Allahümme inni es'aluke بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. Ey Allah, senin fazli kerimini tileymen. Barca hamd sana sana xasdır. Senden başka hakiki ilah yoktur. Sen nihayet şefkatlik ve kuyumçansan. Köp ihsan kılgıçsan. Asmanlarını ve ziminini örneksiz yaratkan zatsan. Ey azimetlik ve keremlik ilahim. Ey hemişe türk bolgucu. Asmanlarının ve zimininin işlerini idare kılıp turgucu Rabbim. Senden hacetlerimni tileymen. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağisu. Ey mengülük hayat turgucu ve hemmeni idare kılıp turgucu Allah, rahmetinge sığınıp senden yardım tileymen. Şeksiz ki Allah Taala'nı ve onun isim sıfatlarını biliş, gamkilliki teselli, qiyinchiligi chiqish yo'li, qo'rqinchga amonlik, ojizlikqa kuch-quvvat, yo'qsullikqa chora, ümidsizlikka ümid manbasidir. Padişahdan fuqrogacha, olimdan avomgacha, boydan yo'qsulgacha hamma odam Alloh taolaga muhtoj. Hammasi Alloh taoladan yordam tilaydi. Hatto Alloh taolani inkor qildiganlarmi beshiga qattiq kun kelganda ixtiyorsiz holda Allohga yolvurdi. Fir'avn Misr zaminida haddidan eshib o'zini iloh deb e'lon qilgan va ana robbukumul a'la, men sizlarning eng ustun robbinglarman degan.
Ammo u dengizda g'arq bo'lish oldida Alloh taoloni e'tirof qilib, "Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isroila va ana minal muslimin." İman etdimki, İsrail avlodi iymon etgan Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Menmu musulmonlardan bo'ldim degan. Alloh taolo ism sifatlarini bilish, ya'ni Alloh taolaning ism sifatlarini bilish jannatga kirishning yo'lidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning 99 ismi bor, kimki ularni sanasa degan. Ana robbukumul a'la. Men sizlarning eng ustun Robbinglar bo'laman. Ammo u dengizda g'arq bo'lish oldida Alloh taoloni e'tirof qilib, "Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isroila va ana minal muslimin." İman etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Men musulmonlardan bo'ldim degan. Alloh taolaning ism sifatlarini bilish jannatga kirishning yo'lidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning 99 ismi bor, kimki ularni sanasa jannatga kiradi deb ko'rsatgan. Bu hadisdagi sanasa degan iboraning ma'nosi nima? Hadisdagi sanasa degan ibora tuvandagidek 3 xil ma'noga ishorat qildi. Birinchisi, sonini sanasa va talaffuz qilsa, o'qisa deganlik bo'lib, tili va qalbi bilan ularni zikr qilganini ifodalaydi. Ikkinchisi, ma'nosini tushunib iymon etsa va e'tiqod qilsa degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, birov al-Hakim, Allohul Hakim, Alloh hikmat bilan ish qilguvchidir deb e'tiqod qilsa, u hamma ishlarini Allohga topshirib, ko'nglini aram topqizadi. Chunki bütün ishlar Alloh taolaning hikmatining taqozosi bo'yicha borliqqa keldi. Birov Allohu al-Adl, ya'ni Alloh adolatlidir deb e'tiqod qilsa, Allohning adolatiga qoyil bo'ladi-da, dunyo, oxiratlik ishlarda tegishlik haqqiga ega bo'la oladiganligiga ishonib, xotirjam va huzur hayot kechirishga davom qildi. Uchinchi, Alloh taolaning ism sifatlari bilan duo qilish. Bu ikki turlik bo'lib, birinchisi Alloh taoloni madhiyalash va uni yod etish. Ikkinchisi Alloh taoladan hojatini tilash. Qatorliqlarmi Allohning ism sifatlariga amal qilganlik sanaladi. Alloh taolaning ism sifatlarini bilish Alloh taoloni tunishning yo'lidir. Chunki Alloh taoloni faqat ism sifatlari bilanla mukammal tunig'il bo'ladi. Alloma ibn Qayyim mundaq degan: "İnsanlarning yaratquchisini tunishdan muhim hojati yo'qdir. Allohni tunish uchun uning ism sifatlarini tunishdan boshqa yo'l yo'qdir. İnson Alloh taolaning ism sifatlarini qanchalik yaxshi to'liq bilsa, Alloh taoloni shunchalik yaxshi tunuydi va uningga texmi yaqin bo'ladi. Alloh taolaning ism sifatlarini bilmagan kishi Alloh taoloni bilmaydi va uningdan yiroqlashib qoldi." Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Robbingni bizga sifatlab bergan" deganda, Alloh taolo "Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad." Ey payg'ambar, senden so'rganlarga aytqinki, sizlar bilmoqchi bo'lgan u Alloh yakka yeganidir. Alloh hech kimga muhtoj emas, aksicha hamma uningga muhtojdir. U balaliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kim uningga tangdosh bo'la olmaydi degan Ixlos surasini nozil qilgan. Alloh taolaning ism sifatlarini bilish barliq ibodatlarning aslidir. Alloh taolaning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yenish orqali uningga itoat qilishda Alloh taoloni tunish asosli rol o'ynaydi. Chunki buyurg'uchini va to'squchini bilmagan odam itoat qilmaydi. Uni qanchalik yaxshi bilgan kishining itoati shunchalik kuchli bo'ldi. Shunga payg'ambar alayhisalom Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga vali qilib avatganda uningga mundaq degan: "Ularni eng avval da'vat qildigan ishing Allohning bir ekanligini bilishdir. Ular Allohni tunigandan keyin ularga Allohning kunda 5 vaqt namoz o'qishni farz qilganligini bildirgin. Ular uni o'rindigandan keyin Allohning ularga boylardan elib faqirlarga beriladigan zakotni farz qilganligini bildirgin." Alloh taolaning ism sifatlarini bilish duo ijobat bo'lishining eng cho'ng turtkilaridan biridir. Alloh taolaning velillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ını şu isimler bilen çağırыңlar degan sözü bunu ifadələydi. Allah Taala bizni özünün güzel ismi bilen dua kılışqa buyurdu. Andın duayımızı icabet kılışqa vədi qılıb, "Ud'uni astecib lakum." Bana dua qılınlar, mən duayınlarını icabet qılıman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılsa Allah Taala'nın isim sıfatlarını atab dua kılattı. O mundaq dua kılattı. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfat ayn ve aslih li şa'ni kullahu la ilahe illa ent. Ey Allah, rahmetini ümid qilman. Meni ko'z yumib ochquchilikmi o'z holimga qo'yib etmagin. Barliq ishlarimni yaxshilab bergin. Sendin boshqa haqiqiy iloh yo'qdir, deydi. Ülemalar Allah Taala'nın isim sifatlarini atab dua qilish barcha g'am qayg'ularning yo'qilishiga va qiyinchiliklarning hal bo'lishiga turtki bo'ladiganligini aytadi. Allah Taala'nın isim sifatlarini bilish uning muhabbatiga sazovor bo'lishning yo'lidir. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qildi ki, Peygamber sallallohu alayhi vasallam ma'lum bir joyga qo'shin avatgan bo'lib, qo'shinga imom bo'lgan kishi namozlarining hamma rak'atida Ixlos surasini o'qigan. Qo'shin qaytib kelgandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga ahvalını bayan qilgan. Peygamber sallam ularga "Nimishqa shunda qilganligini o'zidan so'rab beqinglar" degan. Ular heliqi imomdan "Nimishqa siz namozning hamma rak'atida Ixlos surasini o'qigan" deb so'raganda, o "Men Ixlos surasini o'qishni bek yaxshi ko'raman" deb javob bergan. Uning javobi Peygamber alayhisolamga yetkazilgandan keyin Peygamber alayhisolam uningga "Yetkazib qo'yinglar, Alloh uni yaxshi ko'radi" degan. Allah Taala'nı haqiqiy yaxshi ko'rgan odam uningga itoat qiladi, osiylik qilishdan qattiq hazar eylaydi, uni sig'inadi va ko'rishni arzu qiladi. Chunki mu'minlar oxiratda Allah Taala'ning jamolini ko'rishga musharraf bo'ldi. Bu Allah Taala'ning mu'minlarga beradigan eng katta mukofotidir. Allah Taala'ning ism sifatlarining go'zalligi. Allah Taala'nın isim sıfatları barcha güzel ve ijobiy ma'nilarni o'z ichiga olgan bo'lib, ma'nisi yomonlikqa yoki ziyon zahmatga dalolat qilgan ism sifatlarning xolidir. Sahih Muslimda Peygamber alayhisolamning duosida "Va sharru laysa ilayk", yomonlik sana mansub emas deb duo qildiganligi bayon qilgan. Bu hadis Allah Taala'ning zotiga yoki sifatlarga yoki ismlarga yomonlikni mansub qilishga bo'lmaydiganligini ifodalaydi. Chunki Alloh taolo har tarafdan mukammal zot bo'lib, ismlarining hammasi, sifatlarining hammasi mukammaldir, madhiyaga loyiqdir. Allama İbn Taymiye Allohning ismlari ichida yomonlikni o'z ichiga olgan ism yo'qdir degan. U yana Allohning ismlarining hammasi faqatla maqtildigan ismlardir. Shunga ular go'zal ismlar deyiladi degan. Ülemalar şedidul iqab, yani qattiq azobluğuchi degan kelime Allah'ның isimlaridan sanılamdı degan masalada ixtiloflashgan bo'lib, eng to'g'risi shuki, u kelime Allah'ның ismi emas, balki uning azobining sifatidir. Bu İbn Taymiye, İbn Qayyim ve başka tadqiqotchi ülemalarning qarashidir. Doktor Umar Ashqar mundaq degan: Allah'ның isimlarining ve sifatlarının içinde şedidul iqab, seri'ul hisab, seri'ul iqab, şedidul mahal deydigan isimleri yo'qdir degan. Allah'ның isim sifatları bilen dua qilish. Ülemalar Allah Taala'nın isim sifatlarini atab, ularni shepi keltirib dua qilishning joizligini va Allah Taala'nın isim sifatlaridan xoliganlarini atab dua qilsa bo'ladiganligini bayon qilgan.
مطر